Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ramazon oyida sadaqa va zakot nega berilishini yaqinlaringizga tushuntirganmisiz yoki sizga tushuntirishganmi? Menga tushuntirishdi. O'sha turgan puldan 40 dan 1 qismini o'sha beva bechoralarga yoki o'sha yordam kerak bo'lgan insonlarga tarqatish. Zakot berish, sadaqa berish Ramazon oyida juda savobli amal. Zakot, sadaqa nimaga berilishini yaqinlaringizga, farzandlaringizga tushuntirganmisiz? Farzandlarimga ham har kun tushuntiraman. Beramiz. Zakot berasiz. Boshidan ota-onam va bir tarbiya bergan otam bilan onam Ro'zg'orga qarab nechta odam bo'lgan o'shanga qarab ber deydi, o'shanga qarab beramiz. Diniy idorada o'zi hisobini aytishadi-ku, har doim zakotni, fidyani aytishadi, o'zi keladi, shunga qarab hisoblanadi. Paynet ilovasida zakot hisoblash kalkulyatori yo'lga qo'yilgan. Buni bilarmidingiz yo'qmi? Yo'q, buni bilmasdim singlim. Endi keyingi safar zakot berayotganingizda o'sha onlayn kalkulyatordan hisoblasangiz, ishingiz ancha yengillashadi. Yengillashadi. Men bunga qo'shilaman. Albatta hozir endi anaqa davr, innovatsion davr, hisoblash, anaqa texnologiya rivojlanib ketdi. Qo'shilaman albatta. Yaxshi odamlarga menimcha qulaylik yaratadi deyman. Hop, rahmat. Salomat bo'ling, Ramazon muborak bo'lsin. Xo'p, o'zlaring.